Assalomu alaykum. Xatirchi begimiz guruh a'zolari. Navoiy viloyat Xatirchi tumani Miyanqol mahallasi Olmazor qishlog'i Nurmuhammad Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chanlari biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Do'stlar, mana bugun sanamiz 12-may, hafta kuniga dushanba. Do'stlar, biz kecha o'zimizni eski hamkorimiz, mijozimiz Lilanlik O'tkir akamizga 2 tonna begimiz yetkazib bergandik. Uni videosini kecha chiqara olmadim. Ozroq ishlar ko'payib ketganligi sababli bugun ushbu videoga qo'shib o'sha yetkazib bergan begimlarimizni hamda ko'chatlar effekti haqida video taqdim qilganman. Shuni birgalikda ulab qo'yaraman. Do'stlar, videomizni oxirigacha ko'rib, like hamda obuna tugmani bosib, fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Bugun sizlarga ozroq begimiz hamda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chanlari biznesi haqida ozroq ma'lumot yuritmoqchiman do'stlar. Videomizni oxirigacha ko'rib, like hamda obuna tugmani bosib qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Qanunda boshladik. Do'stlar, mana bugun sanamiz 11-may, hafta kuni yakshanba. Mana bugun biz yana o'sha eski hamkorimiz Ko'chat Chakan O'tkir akamizga sifat a'lo darajada begimizdan yetkazib berdik. O'tkir akamiz o'zlari hozir o'ziga ish bilan ketgan ekanlar, o'zlari yo'q ekanlar. Shunda uchimanki begimizdan ma'lumot tushirishni boshladik. Yog'da qolgan daraxtlari, bog'da toklari. Mana do'stlar, ko'plarda savol tug'iladi. Begimizdan qayerga sotamiz deganlarga. Mana bitta yaqqol misol do'stlar. Ko'chat akamiz bizlar hozir 3-marta begimiz xarid qilishlari do'stlar. Mana do'stlar, hozir begimizlarni to'kib bo'ldik. To'g'risi bugun kelishim joyga, lekin to'g'risi ko'rib odamni baxtli ochiramanki, begimizni qayerga o'tkazamiz, cho'chang qilsak begimizni qayerga o'tkazamiz deganlarga maniki gap yo'q, lekin akamiz ishga omad tilaymiz. Do'stlar, kimlarga ko'chatlar kerak bo'lsa, turli xil yong'oq daraxtlari, uzumlar, toklar kerak bo'lsa, akamiz nomeridan adresini qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana yoqda buketlar qilib taqlab qo'yibdi ekan. Yo'qda toklari akamiz o'zi. Kimlarga mana shu o'nlar kerak bo'lsa, uzum, tok daraxtlari, yong'oq daraxtlari kerak bo'lsa, marhamat. Adresini telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Akamiz ishlariga omad tilab qolamiz. Rahmat. Akajon, sog' bo'ling. Rahmat. Charchamang. Xo'p, akajon. Aha, rahmat aka. Do'stlar, xabaringiz bor. Ushbu beraktorlarimiz oldin ancha baland edi. Ushbu beraktorlarimizdagi begimizdan bir sirama ilab, bu yoqdagi beraktorlarimizga oziq qilib sekin yana beraktorlarimizni asosida oziqlantirib boryapmiz. Endi tez orada ushbu beraktorlarimizga ham oziqa solamiz. Siz bilasiz, bu yoqda mana shu hamma beraktorlarimizdan begimizlarimizni ilib olgandik. Ancha begimizlarimizni ham sotib qo'ydik. Gidita ozi bir 15 tonnadan ziyodroq begimizlarimiz qolgan. Shunda hamkorlarimiz kelib xarid qilib ketyaptilar. O'sha obunachilarimiz biladilar. O'sha kanalimizga obuna bo'lmaganlar eski videolarimizni ko'rsizlar. Obodonlashtirishga, o'sha O'tkir akamizni o'ziga yana xo'p, Xatirchi katta parniga yaqinda olib ketdi 5 tonna. O'tkir akamiz o'ziga ham hozirda 3-marta olib borishimiz. Har olib borganimizda 2 tonnadan begimizdan olib beryapmiz. Kecha O'tkir akamiz bilan qilgan suhbatimda aytayapti. O'sha ko'chatlarimizni o'ziga shu bugungacha, endi kecha 11-may sanasigacha 20 tonnaga yaqin begimiz ishlatdim dedi. Men o'zimdan 6 tonna xarid qildi. Endi boshqa joylardan ham xarid qilganlar. O'sha ko'chatlarimizni hammasi o'sha o'g'itga emas, tabiiy o'g'it, begimizga bo'lyapti ko'chatlarimiz. O'sha ularni nihol paytidan rivojlantirib olishga begimizni foydasi juda katta. Endi o'zimizda qishloqdoshlarimiz, o'sha qo'ni-qo'shnilarimiz ham kartoshka eksa ham, pomidor, bodring ekyaptilar. Kelib turib bir xalta, 2 xalta, ya'ni o'sha joyga qarab ba'zilar 50 kilo, 20 kilo olib ketgan odamlar ham bo'ladi. 200 kilo, 300 kilo olib ketgan odamlarimiz ham bo'lib turadi. So'rab turibdi. Bu bilan nima demoqchiman do'stlar?
asosda bego'mizda foydasini xalq bilib talab oshib boryapti. Ushbu hamma bioreaktorlarimiz endilikda endi bu yilga kelib turib, o'sha mart oylaridan boshlab ushbu bioreaktorlarimizdagi bego'miz anjini ilova olishni boshlaymiz. O'sha biznesning rivojini aytib o'tmoqchiman do'stlar. Xo'p. Bego'mizlarimiz misol uchun hozir bitta bioreaktor o'zidan, endi misol uchun mana shu bioreaktor birinchidagi katta bioreaktorimizdan 20 tonnaga yaqin bego'miz ilova oldikda. Endi shuni agar bitta mana O'tkir akamiz misolda olayotgan bo'lsak, O'tkir akamiz o'ziga mana shuning uchun bitta bioreaktorda bego'mizini bemalol sotsak bo'ladi. Masalan, bitta bioreaktor, ushbu bioreaktorimiz O'tkir akamizga biriktirilgan manki. Endi keyingilari shunday odamlarga mijozlarimizga qarab belgilanib boryapti. Endi bora o'zimga ham misol uchun mijozlarimga bego'miz yetkazib bera olmay degan darajada bo'lib qolishimiz mumkin, nasib Xudo xohlasa. Chunki talab kundan kunga oshib boryapti. Obodonlashtirish parniklarimiz foydasini bilib bego'mizlarimiz xarid qilyaptilar. Endi sizlarga maslahat beraman do'stlar. Kaliforniya qizil cho'chqalar yordamida o'zimizdan qishloq, uy sharoitida ham bemalol o'sha bego'mizlarni o'zimiz yetishtirsak bo'ladi. Bu uchun nima qilinadi? Xo'p, ushbu ko'rinishda endi blok qo'ymaslik o'zlar soqchlaringiz ushbu ko'rinishda bioreaktor taxlanadi. Bioreaktor qalinligi 20 sm plus minus. Olinib videolarga aytib o'tganman. Taxlab turib Kaliforniya qiziljon o'shacha xarid qilasizlar. Bizdan bo'lsa ham, kimdan bo'lsa ham xarid qilasizlar. O'sha bioreaktorga o'rtacha 5 kvadrat joyga 1 kvadrat Kaliforniya qizilcho'chani so'sizlar. Bego'miz taxlab berishi xo'p o'rtacha 3 oy 4 oyda bo'ladi. Zichlik qancha yaxshilanib boraversa, bego'miz taxlab berishi shunchalik tezlashib boraveradi. Misol uchun o'sha bitta bioreaktorda biz 20 tonna bego'mizni bir yilda bego'mizni taxlab qo'yamiz. Chunki sifati a'lo darajada bo'lish uchun qayta yeb ishlab o'sha kanalimiz kuzatuvchilari biladi, o'sha bioreaktorlarimizni har bir oyda o'rtacha bir oy atrofida og'darib turamiz, havo almashtirish uchun, o'sha bego'mizni yaxshi yeyish uchun og'darib turamiz. Mana shunday, o'sha misol uchun bunday oddiy nurini bizda hozirgi endi pora deymiz, nuri pora molda go'ngini olib kelib turib, bir tilishga molda go'ngi bo'lishi mumkin. Bizga hozir kelib tushishi bilan 300-350 atrofida kelib tushyapti bizga. Mana bu yoqda zagotovka qilib yig'ib qo'yganmiz. Mana shu nurini 1,5 ming so'mdan o'sha qayta ishlab, misol uchun bitta bir tilishkaga keladi 350 ming kelib tushsa ham 3,5 million 3,5 tonna bo'lsa ham 1,5 ming so'mdan hisoblasak ham xo'p 3,5 yana 1 million 700 gedita shu 4 milliondan ziyodroqqa aylanyapti-da. Endi shu bego'miz yetishtirish uchun, biznes boshlash uchun Kaliforniya qiziljon cho'chani xarid qilasizlar. Kaliforniya qiziljon cho'chani sizga bego'mizdan qayta ishlab, mana do'stlar, mana o'zingiz ham ko'ryapsizlar, mana videoda qanday ko'rinyapti. Shu bioreaktorimiz dagi cho'changlarimiz ozuqani yeb bo'lgan. Mana usti mayda bo'lib qolgan. Bunga yana ozuqa beramiz. Etap ozuqalantirib, ko'paytirib boramiz. O'sha oddiygina mol axlatini birlar o'sha amrlarimiz, chorvadorlarimizda go'ng bor misol uchun endi yoz sharoitida chiqarib ketishga fermerlarimiz chiqarib ketadi. O'sha nurini qayta ishlab, bego'miz qilib, o'zlari yana qo'shimcha daromad qilishlari mumkin do'stlar. Bizda do'stlar cho'changlarimiz sotuvda bor. Zichliklari a'lo darajada kelib turib, bemalol istalgan bioreaktordan, istalgan usulda cho'changlarimizni xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Narxlarni chiroyli narxlarda qilib, hamma rozi qilib jo'natib beramiz do'stlar. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar Atbisandan telefon raqamini qoldirib o'taman. 95 kodi bilan 224 73 78 telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Agar ko'chatlar kerak bo'lsa ham, lekin to'g'risi O'tkir akamizni joyiga borib ko'rdim.
mehnatiga tan bermay iloji yo'q do'stlar. Hamma yong'oq, tok nima deysizlarmi, hamma ko'chatlarga parvarishlab ishiga odamning havasi keladi do'stlar. O'tkir akamiz telefon raqamlarini ham opisiyanada qoldirib o'taman do'stlar. Kimlarga ko'chatlar yoki Kaliforniya qizil yong'oq kerak bo'lsa, bemalol opisiyanada telefon raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Videomizni yangi biznes boshlamoqchi bo'lgan yoshlarimiz yoki tadbirkorlarimizga ulashib qo'yib, o'sha Kaliforniya qizil yong'oq izlab yurgan yaqin do'stlaringiz bo'lsa, ulashib qo'ying do'stlar. Hammaga rahmat do'stlar, sog' bo'linglar.